shovqin tinadi va mutlaq sukunat cho'kadi. Go'yoki barchasi shu yerda. Biz shunchalik intiladigan narsalar, ko'lam e'tirof, minglab ko'zlarning jo'shqin energiyasi. Ammo o'zingni dunyoga tub-tubigacha baxsh etganingda bo'sh idishga aylanib qolasan. Va bu jarangdor bo'shliqqa har doim eng chuqurda yashiringan narsa, yorug', chidab bo'lmas sog'inch qaytadi. Yagona bir insonga, tanish chizgilarga va qadrdon ovozga bo'lgan sog'inch. Ulkan olomon ulug'vorlik va maqom berishi mumkin. Lekin u hech qachon bag'riga bosa olmaydi. Bunday lahzalarda tug'ilgan san'at o'ta ta'sirchan, yurakni o'yib oladigan bo'lib chiqadi. Bu ma'nolarni ko'rinmas dunyodan olib chiqish uchun ulkan badal to'lashga to'g'ri keladi. Sen shunchaki ulkan kuchlanishli tok o'tayotgan yalang'och simga aylanib qolasan. Barcha himoya qatlamlari, barcha ijtimoiy niqoblar va maqomlar uzilib tushadi. Sen adoyi tamom bo'lasan. Ijod hamma narsani qoldiqsiz tortib oladi. Mayli, shundoq bo'la qolsin ham. Haqiqiy san'at murosani ko'tarmaydi. Ushbu muqaddas charchoqda, bu to'laqonli erib singib ketishda minimalizmning eng oliy shakli yashiringan bo'ladi. Barcha ortiqcha narsalar kesib tashlanib, faqatgina yalang'och ruhning ovozi yanglaydi.